Surxondaryo Boysunda bir ajoyib qishloq bor. Ta'riflasam qishlog'imni shuncha oz. Jannat makon mahallam Dashtig'oz. Qilichbog'im bag'rida o'ynadik, kuldik. Yoshlikda beboshlik davrini surdik. Gohida mensimay viqorli tog'dek, o'zimizcha gerdayib boyvachcha zo'rdek. Bir zamonda 4 faslda bir jonzotda kelar bo'ldik. Dashtig'ozim buloq suvi bor uchun navbatlarda soatlab turar edik. Bir satilo 2 filak suv uchun. O'qituvchi shifokorga ming rahmat. Fermer cho'ponlar chekar mashaqqat. Dashtig'ozda ko'tarildi xalq uchun ko'prik. Birlashgan xalqimizni shu yerda ko'rdik. Boysun Dashtig'oz mahallasi.